Farg'ona viloyat adliya boshqarmasi va Farg'ona tuman adliya bo'lim xodimlari tomonidan tumandagi Bo'stonobod mahalla fuqarolar yig'inida mulk huquqlari kafolatlari aksiyasi doirasida sayyor qabul o'tkazildi. Mazkur sayyor qabulda 50 dan ziyod mahalla aholisi ishtirok etdi. Aholining kadastr hujjatlarini rasmiylashtirish, meros, soliq imtiyozini qo'llash masalalari yuzasidan murojaatlari tinglandi. Mana bugun bizda sayyor qabul adliyadan xodimlar keldi, viloyatdan ham. Muammomiz shu kadastr bo'yicha edi. Shu kadastrdan hamma xodimlargacha olib kelib, shularni hal qilishdi. Odamlar bundan minnatdorda mana hammasi. Tadbir davomida ko'plab murojaatlarga huquqiy tushuntirishlar berildi. 10 ga yaqin murojaat joyida hal qilindi. O'rganish talab etiladigan 2 ta murojaat bo'lim ish yurituviga olindi. Mulk huquqi e'tirof etilgan 35 nafar fuqaro bilan mulk ijro shartnomasi rasmiylashtirildi. Shuningdek, mazkur sayyor qabul davomida 22 tadan ortiq sayyor davlat xizmatlari ko'rsatildi. Bu yerda muammolar o'zigacha yetarli. Albatta, bugungi kunda aholimizni bu bilan bog'liq huquqlari to'liq emasligi natijasida kadastr hujjatlari belgilangan tartibda ro'yxatdan o'tmagan qolgan holatlar bor. Qolaversa, kadastr hujjatlari bo'yicha mana yaqinda muhtaram prezidentning tashabbusi bilan qabul qilingan o'sha o'zboshimchalik bilan egallagan yer maydonlar va ulardagi qurilgan binolarga e'tirof etish to'g'risidagi qonun talabidan kelib chiqib turib, mana yaqinda mana bu mahallada ham 60 ga yaqin fuqaroni e'tirof etganmiz. Buni bilan bog'liq hozirgi kunda kelib chiqayotgan muammolar bor. Ularni bartaraf qilish masalasida. Qolaversa, mahalliy viloyat xalq deputatlar kengashining qarori qabul qilingan, endi kadastr hujjatlari qabul qilish kerak. Buni ro'yxatdan o'tkazish bilan bog'liq bo'lgan huquqiy tushunmovchiliklar bor. Mana shularni yechish maqsadida keldik. O'ylayman, bugun mana sayyor qabullar o'tkazyapmiz. Sayyor qabul qildi. O'ylaymanki, fuqarolarimiz o'zlarining muammolarini albatta yechim topadi. Mana hozirgi kunga qadar 10 nafarga yaqin fuqaromizni bevosita mulklarni ro'yxatdan o'tkazish bo'yicha tegishli hujjatlarni rasmiylashtirishga amaliy yordam ko'rsatdik. Bugun 10 nafarga yaqin fuqaro bugun davlatdan rozi bo'ladi, xudo xolasa. Bu masala ko'proq chekka hududlarda tanlayotgan sababi ham xuddi shunda, chunki markazga borishga qiynaladi. Fuqarolarimizni tushunmovchilik, yetishmovchilik baribir bor. Shuning uchun mana shu aksiya joriy qilingan. Albatta bu aksiya o'zini albatta ijobiy ta'sirini ko'rsatadi.